Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu obyektimizni ham xudo xolasa bitirib oldik. Hop, darvozaxonamizga keladigan bo'lsak, darvozaxonamiz mokre kaseta, oq pianino, oq kamardan foydalanganmiz. Hop, bu chekkalarni ham xuddi shu holatda qilib berganmiz. Darvozaxona kichikroq bo'lgan ekan, shuni hisobiga darvozaxonani qo'shib o'rganmiz. Hop, bu yonimizda ham xuddi shu ko'rinishda olib borib borganmiz. Hop, şu obyektimiz chekkadan ko'rinishi. Bakolar ham shu holatda bekilgan. Hop, oldilariga keladigan bo'lsak, oq kaseta, mokre pianino kamarlarini tilladan qilib berganmiz, tilla rangdan. Hop, şu obyektimiz devorlarini ham qilib berganmiz. Sababi devorlarchi to'sinlar chiqib qolgan ekan, shuni hisobiga berkilib ketsin degan maqsadda. Şu obyektimiz orqa tarafdan ko'rinishi. Mustar aynalarimizni keladigan bo'lsak, obyektimiz ko'cha ko'rinishi 22 metr 70 chiqqan joy. Slif va dastoykalar bilan tushirib berganmiz. Bakoylar ham xohlasa o'ziga xos qilib berilgan.